Qarang, kesir va operatsiyasi, kesir kesish amaliyoti o'zi bu eng yaxshi operatsiya hisoblanadi. Nimaga deng? Nimaga? Xavfsiz. Chunki ona uchun ham, bola uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Masalan, to'g'ri yo'llar, masalan, ayol kishi masalan tug'olmasa ko'rsatmalar borda kesir kesishga. Tug'olmasa. Yoki masalan bolada nuqson bor. To'g'ri yo'llarda masalan bola chala. Nobud bo'lishi mumkin. Nobud bo'lishi mumkin. Agarda bolani yuragi masalan to'g'ri vaqtida birdan yuragi masalan to'xtab qolishi mumkin yoki sutlashishi mumkin yoki tez urib ketishi mumkin. Bunaqa vaqtda operatsiya sirazi kirib, bolani ham, onani ham hayotini nima deydi, hisobga olib kesirva qilinadi. Demak, o'lim xavfi yoki o'sha tug'olmaydigan holat yuzaga kelgandagina qilinadi. Chora qilinadi. Mana bunaqa Hasan aytgandek holatda masalan men ham eshitganman. Tanlov oddiy o'zingiz tug'asizmi yoki kesirva qilamizmi? Bu normal savol emas demak, to'g'rimi? O'zimda ham bo'lganda chunki o'sha vaqtda so'rashganda tug'asizmi deyishgan. Menda emas. Men ayolimdan so'rashgan, baribir hamma erkak kishi ayolni olib boradi-ku. O'sha vaqtda ayol onasidan so'rashadi, ayoldan so'rashadi. Men aniq bilaman, ayol dod solib o'zim tug'mayman deydi. Chunki u dard vaqtida og'riq juda kuchli bo'ladi. Undan ko'ra og'riqsiz tug'aman deydi-da. Bu kesir kesishda afzalliklari bola ham, ona ham sog'lom bo'ladi. Birinchi navbat. Oqibat. Bizga oqibatdan gapiring. Oqibati agarda oqibatiga keladigan bo'lsa, hamma operatsiyada bor bo'lgan asoratlar yuzaga keladi. Masalan, yiringlashi mumkin, qon ko'p ketishi mumkin, choklari bitmasligi mumkin. Ikkinchi homiladorlikka tayyorlanayotgan vaqtda ikkinchi homiladorlik uzoq davom etishi mumkin yoki menstruatsiyasi umuman kelmasligi mumkin. Bachadon umuman ichki qavati bo'ladi, bo'shlig'i. Bachadon umuman yopishib ketishi mumkin. Asoratlari juda ko'p kesir vaqt.